Xush kelibsiz. Tojikiston AdSense masalasi do'stlar. Tojikistonga deyarli pin kod vaqti kelmaydi, to'g'risini aytganda. Endi ayrim manzillarga pin kod borib qoladi. Xo'p, mana ushbu kanalimiz ham do'stlar 5 pin kod hal qilib berdik. Mana siz ko'rsatyapsizlarga mana. Xo'p, 5 minutda hal bo'ldi. Chunki bu kanalimiz oldin pin kodlari kelmagandi. Mana e'tibor bersanglar, 11:04 da men zaifga tashladim. 11:06 da ishim hal bo'ldi. Mana bu все уже vizazni qo'shib pulingizga join deyapti. Tojikiston AdSense'larga maslahat beraman. Agar siz Tojikistonda bo'lsangiz do'stlar, pin kodni qayta jo'nataverasiz. Har mana ko'rib turasizmi, aytda qayta jo'natish knopkasi bo'ladi-yu. Har 22 kunda qayta jo'natib turasiz pin kodni, monetasi o'chmaydi shunda. Keyin jami 4 marta pin kod jo'natasiz. Jami 4 marta pin kod jo'natganingizdan so'ng через Saport orqali mana Saportda bir zumda hal bo'ladi do'stlar mana. Mana ko'rsanglar 10:59 da men kanallarga kirdim. Uje 11:06 10 minutda qisqasi uje kanal full AdSense bo'ldi mana. Egasi ham ancha xursand bo'ldilar. Anchadan beri hal bo'lmaydi dedilar. Mana bir zumda hal qilib berdik do'stlar. Ko'rasizlarmi? $81 pullari bor endi. Tojikiston AdSense bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar, 5 pin kod hal qilib beramiz. Faqat shu aytganimdek 4 marta pin kod jo'natilishi kerak. Summa kelishiladi. O'zbek AdSense bo'lsa 250 ming, Tojik AdSense sal qimmatroq chunki 4 oy xabar olib turishim kerak undan. Shuni hisobiga sal qimmatroq. Lekin ishingiz hal bo'ladi. Bir, qarang, eng asosiy narsa ishingiz hal bo'ladi. Ikkinchi narsa kanalingiz monetizatsiyasi uzilmaydi. Aloqaga chiqib tursangiz, kanalingiz monetizatsiyasi uzilmaydi. Ishingiz hal bo'ladi. Pulingizni yechib ketasiz. Bez отказ. Tojikistonda turib Tojikistonda yechasiz. O'zbekiston AdSense qanaqadir AdSense shart emas. Aynan Tojikiston o'zidan Tojikistonda turib pulingizni yechasiz. Shunaqa do'stlar. Tojikiston AdSense ishlatadiganlar bo'lsa, shu Tojikistondagilar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar yordam qilamiz. Nomerim 99lik 791 32. Telegram do'stlar, faqat Telegram orqali. SMS yoki Telegram. Menga Telegram afzal ko'raman, chunki Tojikistonda bo'lsanglar agar SMS'im ketmay qolishi mumkin-da. Chunki menda oylik tarif olaman, Tojikistonga bormaydi SMS. Telegramdan yozsanglar, WhatsApp emas, eng zo'ri Telegram. Telegramdan yozsanglar, sirazi tap xudo olasa hal qilib beraveramiz. Shunaqa. Xo'p, kelishlarda xullas do'stlar. Tojikiston AdSense'lar bo'lsa, mana sifatli ish natijasi bilan bemalol aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Telegramdan 99lik 791 32. Salomat bo'ling. Hop.